O'zbekistonda yashayotgan aholi fuqarolar uchun ajoyib yangilik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026-yil uchun qanday nom bergani haqida eshitdingizmi? Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, el yurtimizning fikr mulohazalari, xohish istaklarini atroflicha o'rganib, bildirilgan tavsiyalardan kelib chiqqan holda bu boradagi ishlarni yanada yuksak bosqichlarga ko'tarish maqsadida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildi. Yig'ilganlar esa ushbu tashabbusni to'liq qo'llab-quvvatlashdi, deyiladi ma'lumotda. Azizlar, shunga o'xshagan tezkor ma'lumotlarni siz ham o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.